Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Bugun 300 kilolikni tomli variant chiqdi. Sizlarga hamma joyni ko'rsatib, tanishtirib beramiz. Paralari bor, pоворotnilari, oyna yaratiganlar elektronli bo'ladi. Steklo, oyna oldilari nimalar temirdan bo'ladi. Arqa taraflarigacha tom bilan yopilgan. Bemalol 300 kilo yukni odam o'tirgan bo'lsa, mana bu holatga qaytarsalar, odam o'tiraveradi. Orqaga yukni joylab olaverasizlar. Motori kelgan bo'lsa, motori 1000 vatli bo'ladi. Akkumulyatorlari 32 dan 6 ta bo'ladi. Domkratlari, magnitofonlari, kaskalarigacha bor komplekti. Buni holati tepaga ko'tarsalaring, odam bemalol o'tiraveradi. Arqa odam chiqib, bemalol o'tirib, yukni joylagan bo'lsa ham qaytarasizlar. 3 kilolikni olaverasizlar. Tezlik kelgan bo'lsa, tezligi 40 bo'ladi. Zaryadkasi 60 km ga yetadi. Narxi kelgan bo'lsa, narxi buni $900. Vodi bo'ylab shu dastavkasi ichida borib beriladi, 150 km radiusda. Qolgan viloyatlar kelishgan holatda. Bemalol telefon qilaverasizlar. Ishlashlari mana oyna artegoni, betda artida elektronik bo'ladi. Kablolari, pultlar bilan Cobalt pult taqangi bo'ladi. Telefon podstavka, magnitofon. Signal. Balonlar razmerlari 3,5-12 bo'ladi. Ranglari qora, delfin ranglari bor. Qishda ham nurgan bo'lsa, salafan bilan yetti yopib ham bo'ladi o'zlaring yonlarini. Kimga shunaqalardan kerak bo'lsa, pastda nomerlar qoldirib qo'yamiz. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqishlari mumkin. Tushunmagan joylarni telefonga so'rayasizlar. Rahmat.